Assalomu alaykum. Ag'avorlar qaysizlar? Karmoshkani jasab qo'ydik, jemini soldik. Ikki jag'dan jiydi, mana jag'dan. Jeni mana jag'dan. Endi kazirnalar kichkina bo'lgandan keyin arasına kirib ketyapti. Negisi bir aydan keyin dal bo'ladi edi. Biroq shu endi үйренетін шығар. Saldık. Üstünde 50 kilogramda cem siyadiken 50 kilogramdan da köp endi. 50 kilogram cem siyadin, kengir siyadiken 50 kilogram. İki jagынан jeydi. Mına jagынан 1.20 koy. Uzunluğu 1.20. Biyiktігim 60 kıldım. Mına jasayım dep cem bir vaqtına kechiktirib berib edim, endi talasib, tarmasib jep жатыр. Kichkina ishine kirib olatınlar tarpib shashar ekan endi. Ko'ramiz endi qanchalik shashar ekan, endi onun eğer shashib жатса bir amal jasarmiz endi olganda. Biroq endi bulay ыңгайлы сияқты ko'rinib turmagan. Bu karmoshka joyida bunkerli karmoshka deymiz bu şu. Al mına suvumuz 80 litr suyu bitip koyduk ne. Osılay iki jagынан aylanıp şey veredi ekan, kichkina qiysıqtırıp bassa janına tөгіледі ekan, kichkina asып кетеді ekan. Al bulay normal. Tavuklar yemin erkin kep. Endi şöldegen tavuk kep işedi qoy. Başka vaqtda turadi. Qatты talash yo'q. Jemni jep kebab suvun ishadi. Mana bir kun qo'yib edi, uyrendi. Endi mana jemga to'yib olgancha endi bu yerda kichkina talasayın deb tur endi. Jemga to'yib olgandan keyin bo'lganda talaspaydi qo'y. O'zi o'rni menga yeb jeydi bo'ladi. 1-2 soatda kechdi vaqtdan, jem berib vaqtdan. Men jan talasib o'tir.